Assalomu alaykum aziz do'stlar, hurmatli kanalim obunachilari. Marka. Bugun biz Qumqo'rg'on tumanidamiz. 30-aprel, hafta kuni chorshanba, 2025-yil. Sementlar narxlari bilan tanishtirib o'tamiz. Aka, bularning markasi necha? Bu 550 marka, 550 marka Qoraqalpog'istonniki. Qoraqalpog'iston. Narxi necha pul? Narxi 800 so'm. 800 so'm kilosi. Ha, bitta xaltasi bir qopi necha pul chiqadi? 40 ming. 40 ming so'm, ha? Bularchi aka? Bu Andijondiki. Ha, Marka 450 marka. Marka 450, ha, o'zi yozilgan ekan, ha. Kilosi 750 so'm. Kilosi 750 so'm. So'mda. Xaltaga 37,5 mingdan to'g'ri keladi. 37,5 ming so'mdan to'g'ri keladi. Kini nargi orqadagi ham bu. Ha. U Qoraqalpoq 450 markasi. Qoraqalpoq 450 marka 780 so'm. 780 so'm. 1 kilosi 780 so'm. 39 mingdan to'g'ri keladi. 39 ming so'mdan to'g'ri keladi. Shunday. Aziz do'stlar, manzilda aytib o'tamiz. Surxondaryo viloyati Qumqo'rg'on tumani qurilish materiallar bozori. Telefon 90lik 520 520 03 03 08 08. Mana shu nomerlarga aloqa chiqarsa, aka ismingiz nima? Hamidulla. Hamidulla akamiz telefon nomeriga aloqa chiqarsa